18 yoshli yigitni umurtqasini MRT'sini ko'rganimda bu holatni aniqlaganman. Umurtqani ko'rganingizda to'rtburchak qirg'oqlari o'tkir bo'lib turmaydi bu kasallikda. Ko'rganingizda botiq ko'rinadi. Misol tariqasida semizga ko'p chiqadigan insonlarda oldi tushiga e'tibor bersangiz, o'yiq bo'lib qoladi-yu, umurtqada ham ko'rganingizda shunaqa o'yiqlar bo'ladi. Ya'ni chuqurchalar bo'lib qoladi. Bu osteoporoz kasalligining belgisi hisoblanadi. Bu kasallikni ancha o'tkir ravishda ketayotgan belgisi hisoblanadi. Ya'ni qo'zigan bosqichi hisoblanadi. Bu kasallik doktorlar tilida jin kasallik deyiladi. Sabab bu kasallikda og'riq bo'lmaydi. Og'riqsiz klinik belgilarsiz yuzaga keladi. Tasavvur qiling, uyingizdagi devor tashqi ko'rinishidan bus-butun turibdi, lekin u ichidan nurab boryapti. Ozgina ta'sir natijasida uyingiz qulab tushishi mumkin. Suyaklar ham shunday, ichi g'ovak bo'ladi, mo'rtlashadi va ozgina harakat ta'sirida, zinadan tushganingizda yoki ko'tarilganingizda, keskin burilganingizda suyaklar sinib ketadi. Ozgina ta'sir yuk berdim-ku deb o'ylashingiz mumkin. Lekin asli bu kasallik ichkaridan sizni yemirayotgan bo'ladi. Hop, bu kasallikni oldini olish uchun nima qilishimiz mumkin?